Yo gapirib kallalaydimi yo bitta qochib qolsa bo'ladimi, yo bexosdan kallalab qo'yadi. Bexosdan bilmay qolasan-da buni. Endi bu ukam kallalamaydi deb panta qolgansiz siz ham? Mana shu o'ylamagan gap, o'ylamagan ishda u. Nechta tishingizni qoqib olgan? O'shanda 3 tami tushganda. Bitta tish bilasizmi hozir qancha turadi haligi? Mana temir tish emas. Qoziq qoqadigan tish $500 dan $1200 turadi. Ha, unda u men ancha yoshida bunda. Agar qoqolmaganda tishingiz tushmasda, qurtlagan tishingiz yo'q edi sizni. Yo'q, qurtlagani yo'q edi. O'sha bunda kalla urganda boshdan ketganda. Boshi ham sinib ketmagan ekanda, bosh qattiq ekan. Voy, o'shanga o'rgangan shekilli yo'q chaqishdi. O'shanga tog'a yuravering, borsangiz baribir kun yo'q-ku. Mayli, unga ham xudo degan odam chiqib qolar. Egalbetda qiyinmas ekan. Kalta yeb qo'ysang. Nimaga? Orqangdan odam bor ekan, 3 kunda ukordoringni olib yana chiqib kelaverar ekansan. Nima degansiz borganda, nima bo'ldi deganda? Doktorlar so'raydi-ku baribir. Yiqilib ichganda yo'q, berisa ham chaqirdi. Ichganda yiqilib tushdim dedi.